Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun yana biz sizlar bilan bitta ajoyib lifehackni o'rgatmoqchiman, sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Albatta bu bilmaganlar uchun, bilganlar o'zi biladi. Hozir qo'ylarni fiksatsiya qilish usulini ko'rsatib beramiz. Bir oyog'ini olib, boshini orqa qismini o'tiramiz. Shunday tartibda. Va bu fiksatsiya bo'ladi. Qo'yimiz hech kim demasam o'zi yotadi. Albatta kanalga like bosib, podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, podpiska tugmasini bosib qo'ysangiz, bizning ijod mahsulotlarimizni kuzatib borasizlar va yo'qotib qo'ymaysizlar. Bu videoni qo'ya qiziqadigan tanishlaringizni yuborib qo'ying.